Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. XXI asrning 2 yirik bosqini yetakchilari Putin va Netanyahu telefonlashdi. Rossiyada 13 yoshli qizga jinsiy mazmundagi xabarlar yuborgan o'zbekistonlik ushlandi. Putin nega aynan hozir Tolibon elchisini qabul qildi? Kremlning yashirin Afg'oniston strategiyasi. Suriya armiyasi va Suriya demokratik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi. Gollivudning mashhur aktyori Donald Trampni tanqid qildi. NATO ichidagi yorilish. Clemens Gate AQShga qarshi ochiq front ochdimi? Trump formulasi Rossiya va Ukraina uchun yangi tinchlik kengashi nimani anglatadi? 21 asrning 2 yirik bosqini yetakchilari Putin va Netanyahu telefonlashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Isroil bosh vaziri Netanyahu o'rtasida bo'lib o'tgan telefon suhbati mintaqaviy va global darajada keskinlashib borayotgan vaziyat fonida o'tdi. Muloqot chog'ida tomonlar Yaqin Sharqdagi murakkab geosiyosiy holatni, xususan Eron atrofida shakllanayotgan xavfli vaziyatni batafsil muhokama qildi. Suhbat Rossiya-Isroil o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri siyosiy aloqalar saqlanib qolayotganini va tomonlar keskin masalalarda ham muloqotni uzmaslikka intilayotganini ko'rsatdi. Vladimir Putin mintaqada keskinlikning yanada kuchayishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab, barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash faqat kuch ishlatish orqali emas, balki siyosiy va diplomatik mexanizmlar orqali amalga oshirilishi lozimligini qayd etdi. Rossiya rahbari Moskvaning prinsipial pozitsiyasi o'zgarmasligini bildirib, Yaqin Sharqda muammolarni hal etishda muzokaralar, muvozanatli yondashuv va xalqaro huquq normalariga tayanishi muhimligini urg'uladi. Kreml axborotiga ko'ra, Rossiya tomoni mintaqadagi qarama-qarshiliklarni yumshatish maqsadida vositachilik rolini davom ettirishga tayyor ekanini yana bir bor tasdiqlagan. Moskva barcha manfaatdor tomonlar, jumladan mintaqa davlatlari va global o'yinchilar ishtirokida konstruktiv va inklyuziv muloqot yo'lga qo'yilishi tarafdori ekanini bildirgan. Bu yondashuv Rossiyaning Eron, Isroil va boshqa Yaqin Sharq davlatlari bilan alohida aloqalarni saqlab kelayotgan siyosiy strategiyasiga mos keladi. Rossiyada 13 yoshli qizga jinsiy mazmundagi xabarlar yuborgan o'zbekistonlik ushlandi. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'rta Osiyo davlatlaridan birining 23 yoshli fuqarosi maktab o'quvchisiga jinsiy mazmundagi materiallar va xabarlar yuborgani hamda u bilan birga yashashni taklif qilgani uchun qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat tergov qo'mitasi xabar berdi. Qizchaga g'alati xabarlar kela boshlagach, u javob bermagan. Keyinroq maktab o'quvchisi erkakka hali 18 yoshga to'lmaganini aytib, unga yozishni to'xtatishni so'ragan. Erkak suhbatdoshining yoshini bilgan bo'lsa-da, baribir uning e'tiborini qozonishga uringan. U rus tilida qizga muhabbat izhorlari va birga yashashni taklif qilgan. Shuningdek, u qizchaga jinsiy mazmundagi materiallar ham yuborgan. Oxir-oqibat voyaga yetmagan qiz xabarlar kelishi to'xtamagani sababli politsiyaga murojaat qilgan. Gumonlanuvchi shahardagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan biridagi ish joyida qo'lga olingan. U so'roq qilish uchun vaqtincha saqlash izolyatoriga olib ketilingan. Tergov organlari Rossiya jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Gumonlanuvchi 2003-yilda tug'ilgan erkak ekani aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, erkak O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, ammo bu ma'lumot rasman tasdig'ini topmagan. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatit holatlarida, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umum quvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Putin nega aynan hozir Tolibon elchisini qabul qildi? Kremlning yashirin Afg'oniston strategiyasi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml saroyida Afg'onistondagi Tolibon harakati tomonidan Moskvaga yuborilgan ilk rasmiy diplomatik vakil Gul Hasanning ishonch yorliqlarini qabul qildi. Mazkur voqea Rossiya-Afg'oniston munosabatlarida mutlaqo yangi bosqichni boshlab bergani bilan e'tiborni tortdi. Chunki bu Tolibonning 2021-yilda hokimiyatni egallaganidan beri yirik davlat tomonidan de facto tan olinishi yo'lidagi eng ochiq diplomatik qadam sifatida baholanmoqda. Gul Hasan Tolibon tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumat nomidan Moskvaga elchi sifatida yuborilgan birinchi rasmiy shaxs bo'lib, uning ishonch yorliqlarini qabul qilinishi Kremlning Afg'oniston masalasida pragmatik va realpolitik yondashuvni tanlaganini ko'rsatadi.
Diplomatik manzarada bu voqea xalqaro rezonans ham keltirib chiqardi. G'arb davlatlarining aksariyati Tolibonni inson huquqlari, ayollar ta'limi va siyosiy inkluzivlik masalalaridagi qat'iy pozitsiyasi sabab rasmiy tan olishdan tiyib kelayotgan bir paytda Rossiyaning bu harakati global kuchlar o'rtasidagi yondashuvlar farqini yaqqol namoyon qildi. Ayrim tahlilchilar bu holatni Moskvaning AQSh va Yevropa ittifoqidan mustaqil tashqi siyosat yuritayotganining navbatdagi dalili sifatida ko'rmoqda. Shu tariqa Vladimir Putin tomonidan Tolibonning birinchi rasmiy elchisi ishonch yorliqlarining qabul qilinishi nafaqat protokol tadbiri, balki Afg'onistonning xalqaro maydondagi kelajak maqomi, Rossiyaning Markaziy Osiyodagi roli va global diplomatiyada kuchlar muvozanatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan siyosiy signal sifatida qaralmoqda. Suriya armiyasi va Suriya demokratik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi. Suriyaning shimoliy va markaziy hududlarida xavfsizlik vaziyati yanada keskinlashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Suriya armiyasi bilan Suriya demokratik kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar boshlangan. SDKga aloqador manbalar xabar berishicha, Halab viloyatiga qarashli Deir Hafer shahri Damashq bilan bog'liq qurolli guruhlar tomonidan kuchli artilleriya zarbalariga tutilmoqda. Og'ir snaryadlar shaharning bir nechta aholi yashash hududlariga kelib tushgani qayd etilgan bo'lib, bu holat tinch aholi orasida jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Mahalliy manbalarga ko'ra, artilleriya hujumlari natijasida shahar atrofida portlashlar ovozi tinmayapti. Infratuzilmaga zarar yetgani haqida dastlabki ma'lumotlar mavjud. Hozircha qurbonlar yoki jarohatlanganlar soni bo'yicha rasmiy raqamlar e'lon qilinmagan. Biroq vaziyat tezkor ravishda yomonlashayotgani ta'kidlanmoqda. To'qnashuvlar fonida ayrim aholi punktlarida odamlar uylarini tark etishga majbur bo'layotgani, transport harakati va kundalik hayot izdan chiqayotgani kuzatilmoqda. Kuzatuvchilarning fikricha, Deir Hafer atrofidagi keskinlik tomonlar o'rtasidagi hududiy va siyosiy qarama-qarshilikning yana bir bosqichiga o'tganini ko'rsatadi. Harbiy harakatlarning kengayishi mintaqadagi beqarorlikni yanada chuqurlashtirishi, shuningdek insonparvarlik vaziyatini og'irlashtirishi mumkin. Hozircha Damashq yoki SDK tomonidan rasmiy bayonotlar berilmagan, biroq vaziyat xalqaro hamjamiyat e'tiborini yana Suriyadagi mojaroga qaratmoqda. Gollivudning mashhur aktyori Donald Trampni tanqid qildi. Gollivudning mashhur aktyori Mark Ruffalo Oltin Globus taqdirlash marosimida sahnaga chiqib, AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan keskin va bahsli bayonotlar bilan chiqdi. Aktyor nutqi davomida Trampni xalqaro huquq me'yorlarini mensimaslikda, siyosiy qarorlarni shaxsiy manfaat va subyektiv axloqiy qarashlar asosida qabul qilayotganlikda aybladi. Ruffaloning fikricha, bunday yondashuv nafaqat AQShning obro'siga, balki global xavfsizlik va xalqaro tartibga ham jiddiy tahdid tug'diradi. U o'z chiqishida AQShning Venesuelaga nisbatan siyosatini misol qilib keltirib, bu davlatga bo'lgan munosabatni noqonuniy bosib olish darajasida baholadi va Tramp butun dunyoga xalqaro huquq uning uchun ahamiyatsiz ekanini ochiq ko'rsatayotganini ta'kidladi. Aktyorning aytishicha, Tramp uchun yagona mezon o'zining shaxsiy axloqi, biroq bu axloqni jiddiy shubha ostiga qo'ydi va prezidentning o'tmishi hamda obro'siga doir keskin og'ir ayblovlarni ilgari surdi. Ruffalo Trampni sudlangan shaxs sifatida tilga olib, uni zo'ravonlik va boshqa og'ir jinoyatlar bilan bog'liq da'volar orqali tanqid qildi hamda bunday shaxsning dunyodagi eng qudratli davlatga yetakchilik qilishi butun insoniyat uchun xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. Ma'lumot o'rnida Mark Ruffalo Gollivudning eng taniqli aktyorlaridan biri bo'lib, u Qasoskorlar film franshizasida xalq obrazi orqali butun dunyoda mashhurlikka erishgan. Shuningdek, u Zodiac, La'natlangan orol kabi psixologik trillerlarda, shuningdek ko'plab dramatik va biografik filmlarda ham muhim rollarni ijro etib, nafaqat aktyorlik mahorati, balki ijtimoiy faolligi bilan ham tanilgan. NATO ichidagi yorilish. Clemens Getz AQShga qarshi ochiq front ochdimi? Fransiya Milliy Assambleyasi vitse-prezidenti hamda La France Insoumis partiyasi deputati Clemens Getz AQSh bilan kelishmovchiliklar sababli Fransiyani NATO tarkibidan chiqarishni nazarda tutuvchi rezolyutsiya tashabbuskori bo'ldi. Bu haqda u Berliner Zeitung gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning NATOdan chiqishi masalasi allaqachon Fransiyaning siyosiy pozitsiyasi bo'lib kelgan. Biroq bu masala ayniqsa AQShning bosimi tufayli yanada dolzarb ahamiyat kasb etgan. Getz o'z fikrini tasdiqlash uchun bir nechta misollarni keltirgan. Ular orasida Venesuela prezidenti Maduroning o'g'irlanishi, Grenlandiyani anneksiya qilinish tahdidlari ham bor. Bundan tashqari, u AQShning NATO davlatlaridan mudofaa xarajatlarini yayimning 5% gacha oshirishni talab qilayotganini alohida ta'kidlab o'tgan. Gettening fikricha, AQSh rasman xalqaro huquq va jamoaviy xavfsizlik mexanizmlariga tupurmoqda hamda amalda Yevropa ittifoqiga vassal maqomini yuklamoqda. Siyosatchining qo'shimcha qilishicha, NATOdan chiqish Fransiyaga o'z harbiy va diplomatik mustaqilligini tiklash imkonini bergan bo'lardi. Tramp formulasi: Rossiya va Ukraina uchun yangi tinchlik kengashi nimani anglatadi?
Xabarga ko'ra, mazkur tashabbus 19-23 yanvar kunlari Shveysariyaning Davos shahrida bo'lib o'tadigan Jahon iqtisodiy forumi doirasida ilgari surilishi mumkin. Manbalardan birining ta'kidlashicha, AQSh prezidenti ma'muriyati Tinchlik kengashini kelgusida mojarolarni hal qilishda BMTga muqobil bo'lishi mumkin bo'lgan xalqaro mexanizm sifatida ko'rib chiqmoqda. Arab diplomatlaridan biri mintaqa davlatlari mazkur kengash vakolatlarini kengaytirish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashayotganini bildirgan. G'arb diplomatlari ham ushbu tashabbus yuzasidan xavotir bildirgani qayd etilgan. AQSh bilan muzokaralarda ishtirok etgan ukrainalik amaldorlarning aytishicha, Tramp rahbarligi ostida alohida tinchlik kengashini tashkil etish Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilish bo'yicha muhokama qilinayotgan variantlardan biri hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, kengash tarkibiga Rossiya, Ukraina, Yevropa ittifoqi va NATO vakillari kirishi mumkin hamda u 20 banddan iborat tinchlik kelishuvining ijrosini nazorat qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.